Boysun tumanining tarixi Alpomish dostonidan ham ko'ra ko'hnaroq. Tog'li hududda tabiiy o'rmonlar juda ko'p. Ayniqsa, turli madanlarga boy konlar hozirgacha o'z sirini oshkor etmay kelayotgan tepalik va qoyalar bor. Tabiat mo'jizalariga boy, ayniqsa Surxondaryo viloyatidagi Boysun tumani Padang qishlog'idagi anomal tepalik bugungi kunda ko'pchilikning hayratiga sazovor bo'lmoqda. Mana ko'rib turganingizdek, avtomashina tepalikka qarama-qarshi tarzda bormoqda. Qanday hissiyotga kechyapti hozir? To'g'ri. Buni qarang. Bu o'zi mashina pastlikka qarab turibdi, tepaga qarab turibdi-da, mashina tepalikka qarab yurib ketishini qarang. Bu nima tabiatda bir magnit maydoni bormi? Mana yer sathi mashinaga turganidan yurish tomonga balandroq joylashgan. Hayronman qarang. O'zi orqada juda pastlik. Tepaga qarab yurishini. O'rol Roziqovning bu tepalikda ilk marotaba bo'lishi, shu tufayli ham tabiat mo'jizasi oldida lolo hayron bo'lib qoldi. Uning avtomashinasi o'chgan holatda tepalikka qarab soatiga 11,8 km masofani bosib o'tganini qayd etdi. Odam bu masofaga 3-4 soatda yayov yurib borishi mumkin. Shu jihati bilan ham tepalikka qarab og'ish tezligi juda yuqori. Mahalliy aholi vakillarining aytishicha, tepalikda bunday xususiyatning aniqlanganiga hali uncha ko'p vaqt bo'lgan emas. Buni endi bir yaqin 20-25 yil atrofida bo'ldi bu joyda aniqlanganiga. Demak, shu yerda texnika o'tayotganda texnika qanday buzilib qoladi-da, shunday qo'ygan paytda avtomashina tepaga qarab harakatlanib ketayotganini shofer sezib qoladi. Keyin qiziqish bu yerda sekin-sekinlik bilan mahalliy aholining qiziqishi ortdi. Avtomashinaning tepalikka qarab harakatlanishini ayrimlar magnit maydoni ta'sirida deb biladi, ammo ayrimlar bu farazlarni butkul inkor etadigan dalillar keltirmoqda. Masalan, idishdagi suvni quysangiz, suv pastga qarab emas, aynan tepalikka qarab oqa boshlaydi. To'g'ri, tepalik hali to'liq o'rganilib, undagi xususiyatlarning sabablari o'rganilmagan, ammo shu yerlik aholi agar ilmiy tadqiq etiladigan bo'lsa, sayyohlar soni kamayib ketishi mumkin deb bilishadi. Fan buni aniqlab beradigan bo'lsa, keyinchalik buning mo'jizaligi ham qolmaydi. Mo'jizaligi qolmagandan keyin mahalliy aholining boshqa xalqlarda ham masalan bunga qiziqishi bo'lmaydi. Shuning uchun hozir shu aniqlanmagani ham biz mahalliy aholi faxrlanib qolamiz. Anomal tepalik haqida bir-biridan qiziq fikrlar, bir-biridan qiziq xotiralar bor, ammo bular haqida qishloq odamlari bilan uzoq suhbatlasha olmadik. Sababi, O'rol akaning avtomashinasi tuyqusdan harakatga kelib, tepalik sari yura boshladi. 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deyishadi. Agar siz ham bu mo'jizali tepalikka qiziqib qolgan bo'lsangiz, albatta bir marotaba kelib ko'rishni tavsiya etamiz. Elyor Go'ro'g'liyev, Xolmat Ne'matullayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.